malina ustiga bunaqa ko'k sitga tortilyapti. Kuchli hammasiga tortilyapti. Trilon ko'k sitkadan malinani ustiga tortiladi salqin bo'lish uchun. 3 gektarni hammasiga tortiladi. Tepagacha. Bu nimaga kerak deb savol tug'iladi hammaga. Malinamiz ana oq kun uradi. Mana shuni oppoq bo'lgandan keyin barak bo'ladi. Hech kim olmaydi, tashlab yuboriladi. Shuning uchun mana buni qip-qizil holatida tutib olish kerak. Xuddi mana shunday bo'lsa keragi yo'q. Tashlab yuboriladi. Hech kim olmaydi ham, qaramaydi ham hech kim bozorda.